Assalomu alaykum. Raqamli texnologiyalar va iqtisodiyot kafedrasi o'qituvchisi Salimova Shahnoza. Men bugun sizlar bilan Maple'da ikki va uch o'lchamli grafika vositalari mavzusida ma'ruza darsini olib boraman. Demak, darsimizning rejasiga keladigan bo'lsak, 3 qismdan iborat. Maple'da grafikni hosil qiluvchi asosiy parametrlar, bir necha grafik obyektlar ustida ishlash, vizualizatsiyaning ilmiy va amaliy ahamiyati. Ushbu darsimizning maqsadi Maple dasturida ikki va uch o'lchamli grafiklarni qurishning nazariy asoslari va amaliy usullarini o'rgatish, grafiklarni vizual tahlil qilish, ko'nikmalarni shakllantirishdan iborat. Darsimizning vazifalari esa quyidagicha. Endi batafsil darsimizning asosiy qismi bilan tanishib o'tamiz. Grafika bu nima? Grafika bu ma'lumotlarni vizual ko'rinishda tasvirlash hisoblanadi. Ya'ni ularni sonli, funksiya yoki model ko'rinishida ifodalash bu grafika hisoblanadi. Vizual ko'rinishda ifodalash hisoblanadi. Demak, biz Maple'da funksiyalarning grafikini chizish uchun asosiy bajaradigan ushbu vazifani bajaruvchi asosiy parametr bu plot komandasi hisoblanadi. Plot komandasining sintaksisi, asosiy sintaksisi quyidagicha. Demak, plot fx, x va y ning chegaraviy qiymatlari parameters. F at x bu bizga berilgan funksiya, x bilan y-imiz esa mos ravishda x va y o'qlaridagi demak chegaraviy nuqtalar hisoblanadi. Parametersga keladigan bo'lsak, bu chizmani boshqarish parametrlari hisoblanadi. Demak, chizmani boshqarish parametrlari mana bu yerda ro'yxat shaklida berilgan. Ushbu parametrlar orqali biz chizmani tasvirlashimiz mumkin bo'ladi. Agar biz mana shu parametrlarning birortasini bermasak, ya'ni o'sha ifodalamasak, pilotning ichida jimlik qoidasiga asosan parametrlar qabul qilinadi va o'sha asboblar panelidan foydalanilgan holda chizmaning holatini belgilash mumkin hisoblanadi. Parametrlarning tafsilotlari quyida berilgan. Demak, bu parametrlarning tafsilotlari bilan biz funksiyalar grafikini chizish davomida hozir amaliy ko'rib o'tamiz. Demak, quyidagi misolni olaylik. Ushbu misolda y barobar sinus x taqsim x funksiya grafikini 4p dan -4p dan 4p gacha bo'lgan intervalda qalin chiziq bilan chizish masalasi qo'yilgan. Biz bu funksiya grafikini chizishda, demak, yuqorida o'rganganimizdek plot buyrug'idan komandasidan foydalanamiz. Plot komandasining sintaksisiga muvofiq yozib oladigan bo'lsak, sinus x taqsim x bu funksiyamizning berilishi, x o'qidagi qiymati, ya'ni -4p dan 4p gacha o'zgarishi, labels bu nima? Labels bu o'qlar nomi hisoblanadi. X va y o'qida chizayotganligimiz uchun ushbu funksiyani, demak, biz labelsga x, y beramiz. Label font bu nima? O'sha o'q nomlarining ko'rinishi hisoblanadi. Ya'ni ko'rinish bu nima? Times italic 12 yozilgan. Bu shrift nomi, stili, ya'ni va o'lchami berilgan. Thickness bu o'sha funksiya grafikining qalinligi hisoblanadi va natijasi quyidagi ko'rinishda berilgan. Grafikda matnlar bilan ishlash, ya'ni biz mana bu yuqorida funksiyamiz grafikini chizib oldik, lekin biz bu grafikka qarab turib qaysi funksiya grafikligini bitta qarashda tushunmasligimiz yoki anglamasligimiz mumkin. Demak, biz buni grafikka matn qo'shish orqali aniqlashtirib olamiz. Matn qo'shish buyrug'i textplot hisoblanadi. Textplot buyrug'ining sintaksisi esa quyidagicha. Textplot qavs ichida bu to'rtburchak qavs ichida x 0 bilan y 0 va yoziladigan tekstimizda kiritiladigan matn qismi mana shu qo'sh tirnoq ichida yoziladi. X 0 bilan y 0 esa bu matn kiritish nuqtalari hisoblanadi. Ya'ni aynan qaysi nuqtalarda biz tekstimizni kiritishimiz kerak bo'lsa, mana shu nuqtalarni biz bu yerda berib ketamiz. Birlashtirish uchun esa, ya'ni birlashtirish deganda o'sha bizning funksiyamizning grafikiga matnni birlashtirish, matnni qo'yish hisoblanadi. Buning uchun biz display komandasidan foydalanamiz. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, p deb alohida o'zgaruvchi olganmiz va bu yerda
o'sha funksiyamizni grafigini tasvirlab ketamiz plotni ichida va t deb alohida o'zgaruvchi olganmiz text plot, ya'ni uni ichiga yozilishi kerak bo'lgan matnning parametrlarini beramiz va mos ravishda ikkalasini display bilan birlashtirib olishimiz mumkin. Yanada tushunarliroq bo'lishi uchun, demak, mana bu yerda ellips va asteroida tenglamalar berilgan. Mana shu tenglamalarni biz bitta funksiya koordinatalar o'qidi va o'sha matnlar bilan birgalikda chiqarganligimizni ko'rishimiz mumkin. Bir necha grafiklarni birlashtirish. Buni biz yuqorida ellips va asteroida orqali ham ko'rib o'tdik. Bir nechta funksiyalar grafiklarni birlashtirish bizga nima uchun kerak? Demak, biz funksiyalarning kesishish nuqtalarini, o'sha bir nechta funksiyalarning o'zgarish oraliqlarini, o'sish, kamayish oraliqlarini ko'rishimiz va natijalarni tahlil qila olishimiz uchun bizga bir nechta funksiyalar grafikini birlashtirib chizish ba'zida muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Demak, bir nechta funksiyalar grafikini birlashtirish uchun ham biz display komandasidan foydalanamiz. Bunda har bir berilgan funksiya grafikini alohida o'zgaruvchiga saqlab, alohida plotni ichida yozib olganimizdan keyin, demak, keyin uni display orqali birlashtiramiz. Keling, shuni hozir biz Maple oynasi orqali, demak, Maple oynasi orqali ko'raylik. Demak, biz yuqorida berilgan funksiyamizni, tenglamamizni, ikkita funksiyamizni keltirib qo'yamiz. Birinchisi ellipsga oid, ikkinchisi to'g'risida tenglamasi edi. Demak, alohida o'zgaruvchilarga biz ta'minlab oldik. Pilot buyrug'ini mos ravishda parametrlarini kiritgan holda, ikkinchi funksiyamizni esa P2 ga ta'minlab oldik va buni ham pilotga kiritgan holda. Keyin esa demak, biz agar matn qo'shmoqchi bo'lsak, mana bu yerda buni aktiv qilib qo'yamiz. T1 ga ta'minlab oldik. Bu bizani tekstimiz, yoziladigan tekstimiz. Mana bu yerda endi biz T1 ni yozib ketamiz. Demak, natijasini ko'rish uchun enterni bosamiz. Mana bu quyida, demak, ikkita mana bu funksiyalar grafikini bitta koordinatalar tekstligida foydalanganligini, demak, biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shu yerda ma'lumot uchun aytib o'tmoqchiman. Demak, implicate plot. Biz yuqorida faqat plot buyrug'ini o'rgandik. Xo'sh, bu implicate plotning vazifasi nima? Plot buyrug'i bu oshkor ko'rinishdagi funksiyalar grafikini chizishda foydalanilsa, implicate plot esa oshkor emas ko'rinishdagi funksiyalar grafiki uchun. Ya'ni bizga ellips tenglamasi mana bu yerda oshkor emas ko'rinishda turibdi. Shuning uchun biz buni implicate plot buyrug'i bilan beramiz ekan. Demak, taqdimotimizga qaytadigan bo'lsak, demak, yuqorida o'rgangan pilot va implicate plot buyruqlarimiz va ularning bajaradigan vazifalarni amaliyotga qo'llash maqsadida biz bir hayotiy masalaga qaraylik. Masalan, qo'yilishi shundan iboratki, bir hududda aholi soni vaqt o'tishi bilan o'sadi, lekin resurslar cheklanganligi sababli o'sish sekinlashadi. Ushbu masalamizda demak bizga qo'yiladigan asosiy muammolar nima? Demak, aholini vaqt bo'yicha o'zgarish grafikini chizishimiz kerak, o'sish tezligini aniqlashimiz kerak, qachon eng tez o'sish sodir bo'ladi va o'sha modelimizda animatsiya orqali ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Demak, biz ushbu masalani to'liq Maple'da grafikini chizamiz va sonli qiymatini ham hisoblashni hozir ko'rib o'tamiz. Mana bu yerda demak bizga natijalar berilgan, ya'ni aholining vaqt bo'yicha o'sish grafiki Maple'dan foydalanib topilgan. Aholining o'sish tezligi ham topilgan. Demak, biz ularni ko'rib o'tamiz Maple'da. Demak, bizga modelimiz berilgan, masala qo'yilgan, masalaga mos ravishda mana bu yerda model tuzib olamiz. Matematik model tuzilgan va unga mos, demak, optimal sonli yechim tanlab olingan.
Demak, bu yerda k nimani bildiradi? Modeldagi k, tenglamamizdagi k bu maksimal aholi sig'imi, ya'ni o'sha hududdagi maksimal aholi sig'imi, p esa joriy vaqtdagi aholi soni, r esa o'sish tezligi hisoblanadi. Demak, biz uni funksiya orqali ifodalashimiz uchun, grafik orqali ifodalashimiz uchun avval funksiyani topishimiz kerak. Bu yerda parametrlar aniqlangan, a topilgan. Demak, p ya'ni bizani asosiy funksiyamiz mana bu yerda e'lon qilingan va endi uni grafikini chizish uchun pilot yuqorida o'rganganimizdek pilot buyrug'i orqali, demak, quyidagi funksiya grafikiga erishganmiz natijasiga. Demak, bu yerda aholi o'sish grafiki mana bu hozirgi vaqtda t ni 0 deb olganligimiz uchun 0 dan boshlab mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Eng yuqori bo'lgan nuqtasini, o'sish nuqtasini ko'rishimiz uchun biz endi pastda hosila orqali, demak, uni o'sish tezligini hisoblashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni differensial ostiga t bo'yicha p funksiyamizni kiritsak, demak, natijasi quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Demak, aholining o'sishi va kamayish grafiki. Eng tez o'sish nuqtasi sifatida, demak, biz ushbu yuqorida tenglamamizni yechsak, maksimum 7,36 degan natijaga, demak, erishamiz. Mana bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, demak, mana shu nuqta mana bu yerda ko'rsatib o'tiladi. Eng yuqori o'sish nuqtasi va biz uni son qiymatini ham topishimiz mumkin. Demak, bizga berilgan masalamizda, demak, uni animatsiya orqali ifodalang deyilgan edi. Demak, biz animatsiya orqali ifodalash uchun, demak, Visplots bu kutubxona ichida animate degan komandasi bor. O'sha komandadan foydalansak, bizga mana bu funksiya grafikimizni oddiy grafik emas, animatsiya ko'rinishida chizib beradi. Demak, animate ichida biz o'sha yuqorida o'rganganimizdek pilot buyrug'ini parametrlari bilan birga mos ravishda kiritamiz va enter tugmasini bossak, bizga mana bunaqa grafik berdi. Demak, biz buni grafikini qayerda ko'ramiz? Demak, o'sha territoriyani belgilaymiz va mana bu yerda animatsiyani boshlash uchun start tugmasi bor. Resume playing this animation turibdi, ya'ni bu yerda startni bossak, bizga mana bunaqa ko'rinishda, demak, funksiya grafikini chizib beradi. Animatsiya orqali chizib berayotganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, biz ko'rgan masalalarimizni hammasi bu ikki o'lchamli funksiyalar uchun edi. Demak, uch o'lchamli uchun esa qanday bo'ladi? Uch o'lchamli funksiya uchun grafikalarimiz, demak, ikki o'lchamlidan ozgina farq qiladi. Mana bu pastda biz bitta funksiya grafikini chizib qo'yganmiz. Bu yerda, demak, pilot, biz ikki o'lchamli uchun pilot buyrug'idan foydalangan bo'lsak, uch o'lchamli uchun esa biz mana bu yerda pilot 3D, ya'ni 3 o'lchamli degan nimani qo'shamiz pilotga. Demak, bizga uni 3 o'lchamda chizib beradi. Demak, bu yerda bizga mana bu yerda a sinus x y ga bog'liq bo'lgan, demak, funksiyamiz berilgan va quyidagi parametrlarga mos ravishda uni grafikini chiqargan. Bu yerda animatsiyani ichida yozilganligi uchun keling buni ham animatsiyasini ko'rib o'taylik. Demak, mana bu yerda u animatsiya ko'rinishida tasvirlangan. Demak, bu 3 o'lchamli bo'lganligi uchun biz uni farq tomondan ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu faqat x va y o'qlariga bog'liq emas, x, y va z o'qlariga, uchta o'qqa mos ravishda o'zgaradi. Uni har xil tomondan ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, taqdimotimizga qaytamiz. Bugungi darsimizda xulosa nimada? Xulosa shundaki, demak, biz bugun 2 va 3 o'lchamli grafiklarni yaratish, ularni boshqarish va birlashtirish usullarini o'rgandik. Asosiy o'rgangan komandalarimiz pilot, implicit plot, text plot, display kabi komandalarni o'rgandik va parametrlarni o'rgandik. Bunga doir masalalar ko'rib chiqdik.